Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinki Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizdeki bugünkü devamında İmam Bukhari rahmetullahi aleyh koy qotalları da yaki koyunu attap sundurduğun attap hallarda namaz okuşunki bayanı hükmü nime degan mazmun to'xtalmoqchi. Bu 429 numaralı hadis. Bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Süleyman ibn Harb degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi dedi bizge Şu'be hadis so'zlab bergan dedi. Bu Şu'be Ebu Teyyah degan kishidan bayon qilgan. Ebu Teyyahniki ismi Yazid ibn Hamid. Ebu Teyyah o'ziniki kunyasi bo'ldi. Bu Basrda yashagan, Basrniki donliq muhaddislarining biri. Hijriya 128-yillari atrofida o'lib ketgan. O'zining ishonchlik mazbut ekanligi va shundaqla o'zining solih, ma'ruf degandek bunday hadis ilmidagi muhaddislarning atalg'ularida işte siqa, ishonchlik, solih, ma'ruf degandek mazmunlarga yoki bayon ta'riflashlarga uchragan, erishgan. Undan boshqa o'zining obidligi bilan hadis ilmidagi mashhur imomlar qatorida sanıldıgan büyüklerindeki bir hemde. Bu adamın kimi nurgun sahabelerden ve tabiilerden hadis rivayet kılganlığı bayan kılgan. Mesela Enes ibn Malik radıyallahu anhu bu kişininki ustazı boldu hamda. Endi bu kişininki şagirdleri Şu'bet ibn Haccac bayatdan kılganda. Ondan başka Hamam ibn Yahya qatarlıq hamda eng dаңlıq muhaddisler. Bu adamniki ustaz oldu, şagird oldu. Bu adamniki hamda hadis ilmiga qo'shgan tuhfalar qatorida İmam Buxoriyning Sahih Buxoriyda 26 dana hadis borligi. Sahih Muslimda 18, Nasai'da 8, Ebu Davudda 6, Tirmizi'da 6 hadisiningki borligi xotirlangan. Demak, büyük muhaddislar qatoridan o'rin olgan katta imomlarning biri bu kishimi. Bu kishi Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan bayon qilgan bo'lib, bu zot mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam qo'y qo'tallarda namoz o'qiydigan edi dedi. Andın aldım men mundoq deganligini dedi. Buni ehtimol Şu'be davatida Şu'be Ebu Teyyahning yani mundoq deganligini anladım demoqchi. Hazreti Anas deydigan edi. Cenab-ı Resulullah qo'y qo'tallarda namoz o'qiydi masjid bino qilinishdan burun. Madinada masjid silinishdan burun qo'y qo'tallarda o'qiydi degan. Undan keyin o'qimaganligi xotirlangan. Mushu hadislarga qarata ulamolar bitta qo'y qaliga o'xshash qo'tallarda bek bir chiliqchilik maynat bo'lmasa, ishtaga kiyim choplashda bo'lmasa normal to'proq holati bo'lsa namoz o'qisa bo'ladi deb qaragan. Endi tövendeki babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh qo'y qo'tinliga namoz o'qigan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam endi tögü qo'tallarda yoki tögü bog'lab qo'ygan o'rinlarda tögüning makonlarida namoz o'qishga bo'lamdi, bo'lmamdi deydi. Bu 430 numaralı hadis. Bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge sadakat ve fazl degan kishi hadis so'zlab bergan deydi. Bu zot deydi bizge Süleyman ibn Hayyan xabar bergan deydi. Sadakat ve fazl degan İmam Bukharining ustozi tarjimali boshda o'tgan bu kishiniki. Lekin mana Süleyman ibn Hayyan degan kishiniki tarjimali tunji qatim bizga hozir uchrashi. Bu kishi kim o degan vaqtida Süleyman ibn Hayyan al-Ahmar Abu Khalid nomi bilan mashhur tege Sham diyoridan keyingi yashagan yurtlari Kufada yashagan 114-yillar tug'ilib 189-yillar atrofida o'lib ketgan. Bu adam shu Xurosonniki Jorjan qatorliq shaharlardan shu yerda ko'p turib, shu yerda makonlashgan, shu diyordagi muhaddislarda o'qigan, o'zi rostchil imom deb ta'riflangan muhaddislar tarafidan. Ondan boshqa hamda shu rostchil degandan bakrak berilish bilan birga bir qism muhaddislar o'zining kitoblarida ishonchliklar degan mazmundagi siqot degan kitoblarda bu kishini bayon qilib o'tgan. Lekin o'zi rostchil ishonchlik bo'lishi bilan birga lekin ba'zi qisman xatolashib qoladigan hibzda bunda avvallarmi mavjud bo'lib turgan. Bu kishiniki
Sahih Müslim'de 20, Tirmizi'de 18, Ebu Davud'da 17 tane hadis balıqı. İmam Buxariyning bu Sahih Buxariyda 4 tane hadis balıqı hatırlangan. Demek bu kishi hadis ilmiga töhfə qo'shgan töhfəkarlarning biri. Bu zat deydi bizga Ubaydullah hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zat Nafi'da bayon qilyapti bu hadisni. Bu ravilarning tarjimalı başda o'tgan. Bu zat deydi Nafi. İbn Ömer'ning o'zining tug'isi bor joyda, tug'isi qarab namoz o'qiganligini ko'rgandim deydi. Tug'i qarab namoz o'qish uchun cho'g'im tug'i xotinning atrofida o'qimasa, tug'i xotinda o'qimasa qarab o'qilmaydi bu yerda. Va bu zotmi deganki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ashta qilganligini ko'rgandim deb. Lekin bu hadisda bir qism ulamolar bu tug'iga deb ila harfini ishlatgan, bu tug'iga sitr qilgan bo'lishi mumkin, hargizmi tug'ining joyida, tug'i qo'tallarda namoz o'qiganligini bildirmaydi deb ta'riflashgan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdagi tug'i qo'tallarda namoz o'qishni cheklagan nurg'un hadislari bor. Va buniki sababini masalan buniki shu shaytondan yaratilgan, jindan yaratilgan deb qaralgan. Bugungi darsimiz mushayx bo'lgan. Sallallohu alayhi va nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.